Assalomu alaykum azizlar, bizda multilevel speaking platformasi tayyor bo'ldi. Siz bemalol kirib, multilevel speaking ko'nikmasini oshirishingiz mumkin. Unga Telegram orqali ro'yxatdan o'tiladi. Hozir men ro'yxatdan o'tganman. To'g'ridan to'g'ri kirishga bosaman. Kirishga bosganingizda mana shu oyna kelib chiqadi. Ya'ni speaking ko'nikmasini, multilevel speaking ko'nikmasini barcha qismlari kelib chiqadi. Ko'plab o'quvchilar multileveldan listening va reading ko'nikmasidan yaxshi baho olishadi, lekin writing bilan speaking bo'yicha sal pastroq olishadi. Agar speakingda sizda ham past bo'lsa, bemalol veb-saytga kirib, platformadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Link esa videoni oxirida tashlab qo'yilgan bo'ladi. Demak, multilevel speakingda biz bilamizki, part 1 va part 2 va part 2 va part 3 lar bor. Masalan, part 1 dan kirib shug'ullanadigan bo'lsak, u yerda oddiy savollar tushadi. Masalan, what's your favorite color? yoki do you have a pet degan savollar tushadi. Masalan, oddiy quyidagi savolni o'qiymiz. Do you like giving gifts or receiving them? Savol berish xotirasizmi yoki qabul qilish xotirasizmi deb. Demak, siz savolga javob berasiz va 5 soniya ichida o'qib olishingiz kerak bo'ladi va 30 soniya javob berishingizga vaqt beriladi. Va o'sha 30 soniya davomida gapingiz, ovozlaringiz yozib olinadi va oxirida 3 ta savol tugagandan so'ng so'ngchilik sizni bahoyingizni chiqarib beradi oxirida. Demak, part 1 bilamiz, part 2 esa ikkita surat beriladi, siz taqqoslashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni what is seen in this picture, suratlarni nimani ko'ryapsiz deyiladi. 10 soniya beriladi va gapirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, part 2 ga kiradigan bo'lsak, part 2 da bilamizki, 3 ta savol beriladi. 3 ta savolga 1 daqiqa beriladi. Tayyorlanishingiz kerak. Part 3 da ham xuddi shunday bo'ladi. Pros and cons. Bu telefon versiyada, bemalol siz kompyuter versiyada ham tayyorlansangiz bo'ladi. Kompyuter versiyasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, asosiy menyuda ham kompyuter versiyada mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xohlasangiz full mock olsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz alohida partlarga qaysi part nozik joyingiz bo'lsa, o'sha partlarga tayyorlansangiz bo'ladi. Part 1, part 2 va part 3 yoki full mock olsangiz ham bo'ladi. Mock bo'lganingizdan keyin natijalar bo'linmaga bosasiz. Natijangizni keyinchalik so'nggi baholar bergan bo'ladi va ko'rishga bossangiz, o'sha natijalaringizni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Yoki speakingni tugatib bo'lganingizdan keyin natijalar o'zidan avtomatik tarzda ko'rinadi.